Dilnar Abdullah Ustaz'ın siz neçə yaş vaxtınız tanığandınız? Mən 91-ci 91-ci ilin 7 yaş vaxtımı tanıған. 98-ci, 99-cu illəri. Müş qaysı naqsızlan sana ana mehri yürekte öçmez gülxan əməsmu deb. Şundama bu naqşa bizningki şu vaqtdagi boshlang'ich maktabning muzik darslikda bizga o'tadi muallim. Biz bu naqshni doğrab o'qiydik. Bek peyzitligan naqsha. Anadagi ikkinchi naqsi ikkimiz qo'shma qadash degan bir naqsi bor. Bek cho'glaydi-ku, kim shundama pir cho'glaydi kepinekdek. Uchinchi naqsi ayollar qalbi. Dünya seni ey ayol erlar bilan tang yaratdi, pulni tang topsa qolmaydi degan naqsi shu. Shundama siz Dilnar Abdullah ustozimizning qaysi naqsini eng yaxshi ko'rsiz, ekranda qoldirib qo'ying. Undan boshqa men shu Dilnar Abdullah ustozimni tanig'animni mana esab men hozir 34 kirgan bo'lsam, 27 yil, 25 yildan alaqan bir vaqt o'tdi. Men uchun bir badallarim mana tatrustxon bo'lib degandek. Dilnar Abdullah ustozimiz yana o'zining kepinekdek ash badan qurilisini saqlab qolganda. Dilnar xonimningki men eng yaraydigan yeri birinchisi shu, men kichigimdan hozircha chach bosini o'zgarmaylik, mishadek bir chach bosini. Ikkinchisi Dilnar Abdullah ustozimiz chaqana chukuni kiyimni kiyib sahnaga chiqmaydi shundama. Ya bek jildir ko'zi va ya majin va ya bir yer uchiq qolgan deganek. Haqiqatan o'zining salobatiga tushgan mana shunday umoq kiyimlarni haqiq ayollikla topdiga mos kelgan mushtaq kiyimlarni kiyib yuradi. Siz Dilnar Abdullah ustozning qaysi sahnadagi holatni bek yaxshi ko'rsiz? Inkas rayoniga qoldirib qo'ying. Onundan başqa men ustozlarning ichidagi artistlarning ichida eng yaxshi ko'rgan 3 ustoz bor. Birinchisi shu Dilnar Abdullah ustoz, ikkinchisi Sanobar Tursun, uchinchisi Izzat Ilyas. Artist qirmaydi deymiz, lekin hammamizning deyxonning dadi va bayning dadi va artistning dadi va gadayning dadi va deymiz, lekin mush 3 ustoz birdan-bir e'longa chiqib boqmagan. Doyunning ham yerda shataraqlab yurmagan ustozlar. Men 3 ustozimningki tibdan salomat bo'lish umid qilaman. Bu o'zimning shaxsiy ko'z qarashi. Bundan yaxshi ustozlar bor bo'lishi mumkin, lekin men birdan-bir qoyil bo'lgan san'atkorlarimiz. Shu uni buntlab yozib qo'ymoqchiman. Xo'sh.